Azizlarim, mana shu videoga mashalloh deb yozib ketsanglar, sizlarga ham g'oyibidan shunday qo'yilib berib qo'ysin. Allohim, uyni qaranglar, juda ham kukula uyga keldim azizlarim. Bugungi kunda sotuvda shu chiroyliqqina, do'mboqqina uyimiz azizlar 5 sotik 8 xonadan iborat. Juda ham yaxshi lokatsiya. Siz aytib o'raman, Teshiktoshda yo'lni bo'yida azizlarim, bunaqa shok sena chiqmagan zo'r variantlari bor. Videodan uzoqlashmasdan ko'rishda davom eting. Amor mío, por favor, no te vayas, que sin ti no se quería, no se quería. Amor mío, por favor, no te vayas, que sin ti no se quería, no se quería. No volveré, no volveré, no volveré, no volveré. Azizlarim, uyni ko'rdinglar, ha? Rostdan mashalloh degan uy ekanmi? Bunaqa uyga o'zim ham kirib maza qilib reklama qilaman azizlar. Agarotlariga bir e'tibor beringlar. Shunaqa ham bir shiringina azizlarim, qiladigan ishi yo'q. Keliblar prosta yashab berish kerak. Bu yerda eng qizig'i suvdan, svetdan, gazdan umuman muammo bo'lmaydi azizlar. Uzum so'rtaklariga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli qishki kunida chiroyli bitta bakarashga olib qo'ysanglar, qor yomg'ir tushmaydi. Do'mdaqa bo'lib qoladi azizlar. Ko'rdinglar, xonalarning ichlarini ham yengil obzorda, remontlari ham juda ham yaxshi holatda. Tunikon fonlari o'zi cho'stoy turibdi. Remontlari ham bu недавнеlar deb qo'yadi o'rislar azizlar. Yaqindagina qilingan remontlar ekan. Xo'p, sizlarga narxlarni shu yerda ko'p kuttirmasdan aytib o'raman. $214,000 yana ozgina kami bor varianti bor azizlar. Videoda boshida aytishim kerak edi bu variantni. Juda ham zo'r variant, qanaqa desanglar, 3 xonali domilar bo'lsa, mana shu territoriyadan azizlarim, biz hozir Teshiktoshda turibmiz azizlar. Lokatsiyalarni hozir ko'chaga chiqib chiroyli qilib tushuntiraman. 3 xonali dom bersanglar ham bo'laveradi. Mashinalar bersanglar ham bo'laveradi ekan akamizga. $215,000 kami bor deyapti. Yaxshilar kami bor deyapti. Naqd pul bersanglar, most zo'r kamit berar azizlarim. Mana shu videoga befarq qolmanglar. Lokatsiyaga chiqib maza qilib o'rasizlar. Hozir ko'chaga chiqib sizlarga dakansa tushuntiradi lokatsiyani. Azizlarim, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, asha hamma bilgan односторонний yo'l, Teshiktoshda yo'li bo'lyapti. Azizlar, to'g'riga ketadigan bo'lsanglar, o'sha Do'stlik vokzal tomonga qarab ketaverasizlar. Bu односторонний yo'limiz. Bu tomonda Teshiktosh bozorimiz azizlar. Juda ham yaxshi lokatsiya. Если navigator bilan kelaman desanglar, улица Mavlyanov 29 deb yozib kelasizlar. Ha, Mavlyanov 29. Uyimiz Uglovoyda joylashgan. Ko'ryapsizlar, bu tomonda ham mahallamiz bor. Azizlar, 5 sotik lokatsiyani ko'rdinglar. Lokatsiya juda ham menga yoqadi azizlar. Unaqa qimmat aytmayapti. Bu uylar paytida 350,000, 400,000 bo'lgan, o'zingizlar bilasizlar. Zudlik bilan sotilish kerak ekan. Ko'rdinglar, uy qo'g'irchoqdaqa uy azizlar. Telefon nomerlarini ichkarida aytaylik, mayli shovqin bo'lyapti. 0558 bilan 44 43 03. Qaytaraman, 0558 bilan 44 43 03. Azizlarim, bunaqa lokatsiyadan bu narxga o'zim ham chiqaraman deb o'ylamadim. Eng qizig'i azizlar, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Kuni tuni kuzatib turadigan kamerachalarimiz bor azizlar. Uyimizga har xil notanish odamlar kelmaydi. Wi-Fi'larimiz bor azizlar. Remontlarni ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi holatda. Kolonizatsiyalari bor. Shaharni kindigi deb qo'ysam kommentariyani rosa ko'paytirasizlar. Sizlar $215,000, $214,000 yana kami bor deyapti. Varianti ashu 3 xonali dom berasizlar, ili mashina berasizlar azizlar. Gazini bosinglar mana shu uyga.